Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rizq tushunchasi haqida e'tiqodimiz. Va inna suhta rizqun mithlu hillin va iyakrah maqoli kullu qoli. Ma'no jihatidan tarjimasi. Albatta harom mol agarchi so'zimni barcha yomon ko'ruvchilar yoqtirmasa ham halol moldek rizqdir. Nazmiy bayoni. Harom mol haloldek rizqdir begumon, rad etuvchi so'zimni ko'rsa ham yomon. Matn sharhi. Rizq so'zi lug'aviy jihatdan rizq, kunlik ovqat, ulush, in'om kabi ma'nolarni anglatadi. Istilohda esa Alloh taolo jonzotlarga yetkazgan va ular iste'mol qilgan narsa rizq deb ataladi. Dunyodagi hamma jonzotlarning rizqi Alloh taolo tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan. So'fi Allohyor bobomizning joylari jannatda bo'lsin, rizq haqida qanday e'tiqodda bo'lishni qisqa va lo'nda bayon qilib qo'ygan. Qidirg'on birla rizqing qatra toshmas. Ketar qadring qadardin hargiz oshmas. Ibn Ataulloh Sakandari rahmatullohi alayhining Hikamul Atoida aytgan gaplari ushbu e'tiqodni yanada yorqin ifodalab bergan. Alloh taolo senga kafolat bergan narsa yo'lida bor kuching bilan tirishib, sendan talab qilgan narsa yo'lida hafsalasiz bo'lishing qalb ko'zing ko'rligiga dalildir. Sharh. Ushbu hikmatni anglab amallarini mulohaza qilgan musulmon o'zining ruhiy saviyasi qay darajada ekanini anglab yetadi. Ya'ni o'zining nima narsani qo'lga kiritish uchun qattiq tirishayotganini va nima narsalarga beparvolik qilayotganini ushbu hikmat mezoniga solishtirib ko'radigan bo'lsa, o'zining kimligini yaxshi tanib oladi. Alloh taolo bandalarga rizqlarini yetkazishni mutlaq kafolatiga olganini xabar bergan. Shuning uchun ham xalqimizda jon bergan non beradi degan hikmatli so'z bor. Bandaga rizqini kafolatlagan Alloh taolo undan ibodat qilishni quyidagicha talab qilgan. Astaizu billah. Ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-lazi xalaqakum vallazina min qablikum. Sadaqallohul azim. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qilinglar. Baqara surasi 21-oyat. Demak, qaysi bir banda Alloh taolo kafolatlab qo'ygan narsani qo'lga kiritish uchun bor kuchi bilan intilib, undan talab qilgan narsani ado qilishda hafsalasiz bo'ladigan bo'lsa, bu uning qalb ko'zi ko'r ekani alomati bo'ladi. Ya'ni peshonasidagi ko'zi ko'r kishi hissiy narsalarni ko'ra olmaganidek, qalb ko'zi ko'r inson ham ma'naviy narsalarni ko'ra olmaydi. Ammo ushbu ikki ish jamlanmasa, hukm bunday bo'lmaydi. Masalan, birov ibodatlarga beparvo bo'lmasdan halol rizq topish yo'lida bor kuchi bilan harakat qilsa, qalb ko'zi ko'r hisoblanmaydi, balki gunohlari mag'firat qilinadiganlar qatorida bo'ladi. Demak, belgilab qo'yilgan rizq ziyoda va kam bo'lmaydi. Barcha xaloyiq o'ziga qancha rizq belgilangan bo'lsa, o'shani olmasdan qolmaydi. Albatta, to'liq oladi. Chunki bu uning oldindan belgilab qo'yilgan nasibasidir. Astaizu billah. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Sadaqallohul azim. Ularning dunyo hayotidagi tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz taqsimlaganmiz. Zuhruf surasi 32-oyat. Shunga ko'ra, insonning iste'mol qilgan barcha narsasi halol bo'lsin, harom bo'lsin, rizqi hisoblanadi. Mo'tazili firqasi rizq
mutlaqo Alloh taolo tarafidan ato qilinadigan narsadir. Shu bois u zot ato qilgan narsani harom deb bo'lmaydi deyishgan. Bu so'zlariga quyidagicha javob berilgan. Rizq Alloh taolo tomonidan ato etilishiga nisbatan aslo harom deyilmaydi. Balki banda uni man qilingan yo'l orqali iste'mol qilgani va dunyoyu oxiratda unga zarar keltirgani uchun harom deyiladi. Chunki hamma narsa Alloh taoloning mulki bo'lib, u zot o'z mulkida xohlagan narsasiga hukm qiladi. Mu'tazililarning da'volari noto'g'ri ekani aqlan ham sobitdir. Ya'ni agar haromni rizq deyilmasa, bir inson uzun umri davomida faqat harom yo'l bilan mol topib yegan bo'lsa, ularning da'volariga ko'ra o'sha odamga Alloh taolo rizq bermagan bo'lib qoladi. Qur'onda esa o'rmalagan jonzot borki, barchasining rizqi Alloh taolo tomonidan ato qilinishi bayon qilib qo'yilgan. Astag'firu billah. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Sadaqallohul azim. Yerda o'rmalovchi biror narsa, jonzot yo'qki, uning rizqi ta'minoti Allohning zimmasida bo'lmasa. Hud surasi 6-oyat. insonlarning ham, boshqa hayvonlarning ham, umuman barcha jonzotlarning rizqini Alloh taolo o'z zimmasiga olgan. Zero Alloh taolo ularning yaratuvchisi bo'lgani kabi rizqlarni ham beruvchisidir. Shu o'rinda harom ham Alloh taolo tomonidan berilgan rizq ekan, nega uni yegan odam jazo olishi kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu savolga javob quyidagicha bo'ladi. Haromni yegan odam halolni qo'yib, haromni tanlagani uchun jazolanadi. Chunki Alloh taolo mutloq rizqni va'da qilgan va bandalarga uni halol yo'l bilan topishga buyurgan. Astag'izu billah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Sadaqallohul azim. Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanovul qilingiz. Baqara surasi 168-oyat. Agar banda shaytonga va nafsu havosiga ergashib, Alloh taolo buyurgan halol yo'ldan rizq topishga urinmasdan, harom yo'ldan topishga urinsa, Alloh taolo o'sha yo'ldan ham unga erishtirib qo'yaveradi. Lekin buyrug'ini bajarmasdan man etilgan yo'lni tanlagani uchun jazoga giriftor qiladi. Shunga ko'ra, harom yegan banda Alloh taoloning bergan rizqini yegani uchun emas, balki u zotning buyrug'ini bajarmasdan shaytonga ergashgani uchun jazolanadi. Rizq haqida masala Aqoidun Nasafiyda quyidagicha bayon qilingan. Harom ham rizqdir. Hamma o'z rizqini halol bo'lsin yo harom bo'lsin, to'la to'kis oladi. Inson o'z rizqini yeya olmay qolishi yoki boshqa birov uning rizqini yeb qo'yishi tasavvur ham qilinmaydi. Iqtibos tugadi. Alloh taolo biror kishiga iste'mol qilishni taqdir qilib qo'ygan narsani boshqa birov ustamonlik yoki ayyorlik bilan ilib ketishi mumkin emas. Har bir kishi o'z rizq va nasibasini albatta oladi. Ammo rizq mulk ma'nosida qo'llanganda uni boshqalar ham olishi mumkin. Astag'izu billah. Allazina yu'minuna bil g'oybi va yuqimuna s-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallohul azim. Ular g'aybiy xabarlarga, payg'ambarim Muhammad keltirgan xabarlarga iymon keltiradigan, namozni barkamol o'qiydigan va biz rizq qilib bergan narsalardan sadaqa va ihson qiladiganlardir. Baqara surasi 3-oyat.
Ushbu oyatdagi rizq qilib berilgan narsalardan ehson qilishlari, ularga mulk qilib berilgan narsalardan boshqalarga infoq ehson qilishlari ma'nosini anglatadi. Ibn Ataulloh Sakandariy rahmatullohi alayhining Hikamul Atoiyada aytgan so'zlari to'g'ri tafakkur yuritgan har bir mo'min bandaning qalbini sururga to'ldiradi. Alloh taoloning senga yetarlicha rizq berib, haddingdan oshib ketishingga sabab bo'ladigan narsalarni sendan to'sib turishi, senga ne'matlarni to'liq qilib berganidir. Iqtibos tugadi. Sharh. Alloh taoloning bandaga yetarlicha jismoniy va ruhiy ozuqalarni berib, bandaning nafsi xohlagan ba'zi zohiriy va botiniy narsalarni unga ato qilmasligi aslida unga berilgan to'liq ne'mat hisoblanadi. Chunki tirikchiligi uchun yetarli narsani topa olmaslik kishini bandalar oldida xorlanishiga sabab bo'lsa, tug'yonga ketkazadigan narsalarning ato qilinishi uning dunyosini ham, oxiratini ham boy berishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kimga tirikchiligiga yetarli narsalar berilgan va tug'yonga ketkazadigan narsalar berilmagan bo'lsa, unga ne'matlar to'liq qilib berilgan bo'ladi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.